Hızır aleyhisselam Bani İsrail bazarlardan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır aleyhisselam yig'lavar edidilar. Yo'q pul, bir tiyin yo'q Hızır aleyhisselamda. Pulim yo'q edi-yu, birodar. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, Alloh uchun ber. Hazrat Hızır aleyhisselam aytdilar, meni sotgin. Hech pulga olsa olgin, men Alloh uchun deganingda rad qilolmayman. Qul bozoriga olib keldi. Hadi soilni ham qarang xiraligini. Qul bozoriga olib kelib 400 dirhamga sotdi Hızır aleyhisselam. Rozimisan dedilar Hızır aleyhisselam. Roziman, Xudoga shukr, haqiqiy yaxshi odam ekansan deb ketdi. O'tiribdilar Hızır aleyhisselam, qari yoshlari. Ish buyurmaydi, sotib olgan xo'jayin. Noy yemayman birodar, meni ishlatgin. Men qul bo'lsam, menga ish buyurmasang, men yevursam nima bo'ladi? Men yemayman to ishlamasdan dedilar. Xo'jayin aytdi, mana shu toshni oltita yigit ko'tara olmayotdi. Men kelganimcha shuni bir surib qo'ying. Hızır aleyhisselam, ya Rabbi, o'zing kuch-quvvat berdi, halini bir chekkani uzoqroqga surib qo'ydilar. Buni ko'rib xo'jayini hayron bo'ldilar-da, yana aytdilar. Yana bir og'irroq ishni buyurdilar. Yani kelganimcha mana shu ishni qilib qo'ying. Ru 3 kun 4 kun safarga ketganlarida kelsalarki, hali ish joyida bo'lib, a'lo darajada bo'lib turibdi. Allah uchun aytgin, sen kimsan dedilar. Hızır aleyhisselam aytdilar, sir bekitvatuvdim, Allah uchun deganingda aytaman. Men Allah uchun deganlar joyda to'g'risini aytaman. Men payg'ambarman, nabiyullohman. Yig'ladi hali xo'jayin. Meni kechiring. Ey Allah'ın nabisi, sizge qiyin mashaqqatli ishlarni buyuribman. Allah onam ve otam fido bo'lsin, ey Allah'ın payg'ambari, meni kechiring. Allah uchun kechiring. Ey birodar, albatta kechiraman.